Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Bugun men sizga shunchaki bir yangilikni emas, balki ko'plab insonlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, uzoq kutilgan va chinakamiga quvonchli bir xabarni yetkazish uchun shu yerda turibman. Agar siz SSSR davrida oliy o'quv yurtida tahsil olgan bo'lsangiz va bugungi kunda O'zbekistonda nafaqaxo'r bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun tayyorlangan. Sizni kutilmagan, lekin juda ham adolatli va muhim bir sovg'a kutmoqda. Bu ma'lumot sizning nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va buni o'tkazib yubormang. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar bilishi kerak. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Ilgari mamlakatimizda nafaqani hisoblashda ish stajiga oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qish davri qisman yoki ba'zi hollarda umuman kiritilmagan holatlar mavjud edi. Ko'pincha faqatgina ma'lum bir kasbga oid ta'lim yoki o'qishdan so'ng darhol ishga joylashish holatlarida bu davr inobatga olingan. Bu esa ko'plab keksa avlod vakillarining haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Chunki ular o'z hayotining eng muhim yillarini bilim olishga, mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishga sarflagan edilar. Masalan, 5 yil universitetda tahsil olgan insonning bu davri ish stajiga qo'shilmasligi uning nafaqa miqdoriga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatardi. Chunki nafaqa miqdori asosan ish staji va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ish stajining har bir yili kelajakdagi nafaqaning asosiy qismini tashkil etuvchi omillardan biridir. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni yoki Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bu yerda aniq qonun hujjati nomi yoki uning mohiyati eslatiladi. Ammo hozircha umumiy qilib aytamiz. SSSR davrida oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan davr to'liq ish stajiga kiritilishi qonuniy asosda mustahkamlandi. Bu degani, sizning universitetda, institutda yoki texnikumda kunduzgi bo'limda o'qigan yillaringiz endi sizning umumiy ish stajingizga to'liq qo'shiladi va bu o'z navbatida sizning nafaqangiz miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqiqatdan ham kutilmagan sovg'a. Chunki ko'pchilik bu kabi o'zgarishlarni kutmagan edi. Bu adolat va qadriyatlarga qaytishning muhim bir belgisidir. Endi esa bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qilishini va nimalarni bilish kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy narsa shundaki, bu qoida faqatgina kunduzgi bo'limda tahsil olganlarga tegishli. Ya'ni agar siz sirtqi yoki kechki bo'limda o'qigan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki sirtqi va kechki ta'limda ko'pincha o'qish bilan birga ishlash imkoniyati mavjud bo'lgan va bu davrlar alohida tartibda hisoblangan. Ikkinchidan, bu qoida sobiq SSSR hududidagi har qanday oliy o'quv yurtida tahsil olganlarga taalluqlidir. Bu O'zbekistondagi Toshkent davlat universiteti bo'ladimi, Moskvadagi Lomonosov nomidagi MDU bo'ladimi, yoki Kiyevdagi Kiyev Politexnika instituti bo'ladimi? Farqi yo'q. Muhimi, siz SSSR davrida o'qigan bo'lishingiz kerak. Uchinchidan hisoblanadigan davr bu sizning diplomingizda ko'rsatilgan ta'lim olishning standart muddati. Akademik ta'tilga chiqqan davrlar yoki kursni takrorlagan yillar standart ta'lim muddatiga kirmasa, ular hisobga olinmasligi mumkin. Keling, bir nechta hayotiy misollar bilan tushuntirib beray. Birinchi savol. Ahmad aka 1975 yildan 1980 yilgacha Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetida kunduzgi bo'limda fiks yil tahsil olgan. Universitetni tugatgach 1980 yildan boshlab o'qituvchi bo'lib ishlagan va 2015 yilda nafaqaga chiqqan. Ahmad akaning nafaqasi hisoblanganda, uning ish stajiga 1980 yildan boshlangan davr kiritilgan. Ya'ni universitetda o'qigan fiks yili inobatga olinmagan. Yangi qonunga ko'ra, endi Ahmad akaning ish stajiga 1975 yildan 1980 yilgacha bo'lgan fiks yillik ta'lim davri ham qo'shiladi. Agar har bir yil qo'shimcha ish staji nafaqa miqdorini, masalan, 10,000 so'mga oshirsa, Ahmad akaning nafaqasi har oyda 50,000 so'mga ko'payishi mumkin. Bu esa yillik 600,000 so'm degani. Bu juda katta yordam hisoblanadi. Ikkinchi misol. Zulfiya opa 1982 yildan 1986 yilgacha Moskva davlat universitetining iqtisod fakultetida fiks yil tahsil olgan. O'qishni tugatgach, O'zbekistonga qaytib kelgan va 1987 yildan boshlab bank tizimida ishlagan. Uning nafaqasi hisoblanganda, Moskva davlat universitetidagi o'qish davri umuman inobatga olinmagan. Chunki bu boshqa respublikada olingan ta'lim deb hisoblanib, ba'zi qonunchilik hujjatlarida noaniqliklar mavjud edi.
Endi esa yangi qoida tufayli Zulfiya opaning ish stajiga ham 1982 yildan 1986 yilgacha bo'lgan 4 yillik davr to'liq kiritiladi. Bu ham uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Uchinchi misol. Erkin aka 1970 yildan 1974 yilgacha Toshkent Politexnika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan. Keyin 1974 yildan boshlab konstruktor bo'lib ishlagan. Uning nafaqasi hisoblanganda o'qish davri qisman, masalan, atigi 2 yili hisobga olingan bo'lishi mumkin. Endi esa uning barcha 4 yillik o'qish davri to'liq hisobga olinishi kerak. Bu degani, ilgari hisobga olinmagan qo'shimcha 2 yil uning ish stajiga qo'shiladi va bu ham nafaqa miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarish kimlarga xavotir olmasligi kerak. Asosan, agar sizning nafaqangiz allaqachon oliy ta'limda o'qish davringizni to'liq hisobga olgan holda hisoblangan bo'lsa, bu kamdan kam uchraydi, lekin bo'lishi mumkin. Yoki siz SSSR davrida oliy ta'lim olmagan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Endi esa istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan suv osti toshlari va noaniq jihatlar haqida gaplashsak. Istisnolar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sirtqi yoki kechki ta'limda o'qigan davrlar bu yangi qoida doirasiga kirmasligi mumkin. Shuningdek, kasb-hunar kollejlari, texnikumlar, o'rta maxsus ta'lim yoki boshlang'ich professional ta'lim muassasalarida o'qigan davrlar ham aynan shu qoida bilan emas, balki boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Bu yangi qoida aynan oliy ta'limga qaratilgan. Ba'zi hollarda, agar siz o'qish davringizda ham ishlagan bo'lsangiz va o'sha davr uchun ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bu davr 2 marta hisoblanmasligi mumkin. Ya'ni, ish staji sifatida hisoblangan davr yana o'qish davri sifatida qo'shilmaydi. Suv osti toshlari va qiyinchiliklar. Eng katta muammo bu o'qiganlikni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish bo'lishi mumkin. Sizga oliy ta'lim muassasasini tugatganingizni tasdiqlovchi asl diplom, uning ilovasi, akademik ma'lumotnoma yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar sizning diplomingiz yo'qolgan bo'lsa, u holda o'qigan o'quv yurtining arxiviga murojaat qilishingiz lozim. Agar bu o'quv yurti sobiq SSSRning boshqa respublikasida joylashgan bo'lsa, bu biroz ko'proq vaqt va kuch talab qilishi mumkin. Masalan, Rossiya, Ukraina yoki Qozog'istondagi arxiviga so'rov yuborish kerak bo'ladi. Bu jarayonni imkon qadar tezroq boshlash tavsiya etiladi. Nafaqa qayta hisoblash jarayoni. Bu o'zgarish avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va nafaqani qayta hisoblashni so'rashingiz shart. Muhim jihatlardan biri shuki, nafaqa oshirilgan miqdorda qachondan boshlab to'lanadi. Odatda, bunday o'zgarishlar arizani topshirgan kundan boshlab amalga oshiriladi. Ya'ni 60dagi davrlar uchun pul to'lanmaydi. Shu sababli kechiktirmasdan murojaat qilish juda muhim. Noaniq jihatlar. Oliy ta'limning turi ham muhim. O'qigan ta'lim muassasangiz hozirgi standartlar bo'yicha oliy ta'lim muassasasi sifatida tan olinishi kerak. Ba'zi eski o'quv yurtlari nomlari o'zgargan bo'lishi mumkin, ammo ularning huquqiy vorislari mavjud bo'ladi. Agar siz bir nechta oliy o'quv yurtida tahsil olgan bo'lsangiz, barcha tan olingan o'qish davrlari jamlanishi kerak. Misol uchun, bir institutda 2 yil o'qib, boshqa institutga ko'chirib o'tkazilgan bo'lsangiz, umumiy o'qish muddati hisobga olinadi. Endi esa eng muhim qismga o'tsak, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni to'plang. Sizga quyidagilar kerak bo'ladi. 1. Asli diplom va uning ilovasi. 2. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, o'qigan oliy ta'lim muassasangiz arxiviga murojaat qilib, o'qiganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani oling. Bu juda muhim qadam. Agar o'quv yurti boshqa davlatda bo'lsa, diplomatik yo'llar orqali yoki bevosita murojaat qilish orqali ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3. Pasportingiz. 4. Nafaqa daftarchangiz. Ikkinchi qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Sizga eng yaqin bo'lgan pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz va u yerdagi mutaxassislarga vaziyatni tushuntirishingiz kerak. Ular sizga qanday ariza yozish kerakligini tushuntirishadi. Uchinchi qadam. Arizani to'g'ri yozing. Siz nafaqani qayta hisoblashni so'rab ariza yozishingiz kerak. Arizada SSSR davrida oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan davringizni ish stajiga kiritishni so'rashingizni aniq ko'rsating. Diplomning seriyasi va raqami, o'qigan yillaringiz va o'quv yurti nomi kabi ma'lumotlarni to'liq kiriting. 4-chi qadam. Tayyor turing. Sizga qo'shimcha savollar berilishi, hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish uchun ma'lum vaqt talab qilinishi mumkin.
Barcha topshirilgan hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Arizangizga berilgan ro'yxatga olish raqamini albatta olib qo'ying. Bu sizga keyinchalik murojaatingiz holatini kuzatishda yordam beradi. 5-qadam. Jarayonni kuzatib boring. Arizani topshirib, shunchaki kutib o'tirmang. Ma'lum bir muddatdan so'ng, odatda 1 oy ichida, pensiya jamg'armasi bo'limiga qo'ng'iroq qilib yoki borib, ishingizning holati qandayligini so'rang. Bu jarayonni tezlashtirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, qadrli do'stlar, bugungi video orqali biz SSSR davrida oliy ta'lim olgan nafaqaxo'rlarimiz uchun juda muhim va quvonchli yangilikni muhokama qildik. Endi sizning kunduzgi bo'limda o'qigan yillaringiz to'liq ish stajiga kiritiladi va bu sizning nafaqangiz miqdorini oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Kerakli hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ushbu ma'lumotni imkon qadar ko'proq insonlarga yetkazish uchun videoni do'stlaringiz, yaqinlaringiz va ayniqsa bu yangilikdan bexabar bo'lishi mumkin bo'lgan nafaqaxo'r tanishlaringiz bilan baham ko'ring. O'z tajribangiz, savollaringiz yoki fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.